Bilasanmi, odamni xafa qiladigan narsa nima? Nima? Yolg'onmi? Meni qoniqtiradigan javob bermaguningcha to'xtamayman. Xiyonatmi? Xiyonatkorlardan xafa bo'lmayman. Ular tabiatan shunaqa bo'lishadi. Xo'sh, davom et. Odamni xafa qiladigan narsa nima? Bilmayman. Eng yomoni odamning ko'ziga qarab hech narsa bo'lmaganda yashashi. Ishonch xuddi qog'ozga o'xshaydi. Bir buklasang qaytib o'ziga kelmaydi. Men senga ishongandim. Nima haqida gapirayotganingni tushunmayapman. Meni qo'rqityapsan. Odamlar bo'rilardan qo'rqadi. Ilonlardan ham. Hattoki o'rgimchaklardan ham. Lekin menga zarar bergan jonzotning tishi ham yo'q edi. Ayblash uchun sud kerak. Hozir esa ikkimiz yangi qonunlar yaratamiz. Bo'ldi, bas. Hammasini tan olaman. Meni kechir. Ha, men senga xiyonat qildim. Yolg'on gapirdim. Hammasi uchun kechir. Instagramda men Anjela degan profil ochdim-da, seni uradim, keyin kartamga 100 ming tashlab oldim. Hammasini qaytaraman. Uni aytmayapman. Meni britvamni sen ishlatgansan, lekin sen unda soqolingni olmagansan. Britvami? Abi tog' beraman. Yo'q. Ko'tekski yomon o'ryapsan.